Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Yangival mahallasida 283-konturda Sanoat qurilish bank hamkorligida amalga oshirilmoqda. Ushbu yer maydonida 10 gektarni tashkil etib, 25 ta dehqon xo'jaligimiz 40 sotikdan yer maydoni mavjud. Ushbu yerga bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida makka jo'xori makmak ekilgan bo'lib, uning hosildorligi gektariga 30 tonnadan berish rejalashtirilgan. Ushbu yer maydonidan dehqon xo'jaliklarimiz 30 tonnadan jami 300 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Takroriy ekinga ham yuqori daromadlik ekin ekish ko'zda tutilgan. Ushbu makka jo'xorimiz 90 kundan 110 kungacha yig'ishtirib olinadi.